hozir hamma sразу yozadi. Nega aynan Enel kompaniyasidan Eva Product kompaniyasiga o'tdim? Birinchi o'rinda O'zbekistonga yangi kirib kelgan va O'zbekistonni bozori hali to'yinmagan birinchi top liderlardan bo'lish uchun. Eva Product kompaniyasida siz bor yo'g'i 50 ball bilan aktivlikni amalga oshirishingiz mumkin va kompaniya sizga shaxsiy xaridingiz uchun 15% dan 25% gacha daromad chiqarib beradi. Bu yerda siz Star Pro lavozimini yopsangiz, sizga kompaniya butun dunyo tovar oborotiga 2% sherikka aylantiradi. DS lavozimini, ya'ni brilliant lavozimini yopib 3 oy ushlaydigan bo'lsangiz, kompaniya sizga 441 millionga tekin mashinani beradi. Aynan Enel kompaniyasining eng og'riqli nuqtalari Eva Product kompaniyasida yo'q. Birinchisi, bakovik degan narsa umuman Eva Product kompaniyasida yo'q narsa. Ikkinchisi, sizni tagingizdan sizdanda kuchli inson chiqib ketsa, hech qachon chekingizni qirqib bormaydi. Uchinchisi, birinchi liningizdagi odam necha ball qilsa, hamma balldan 15% olasiz. Enelga o'xshab, tagingizdagi odam 200 ball qilsa, faqatgina 70 ball uchun olinadigan qirqib qo'yilgan chek o'zi yo'q. 100-chuqurligingizgacha har bitta komandangiz asosida daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Qissadan qissa shuki, aynan Eva Product kompaniyasida tagingizdagi liderlar qancha ko'paysa, qancha o'ssa, siz xursand bo'lasiz. Ularni oyog'idan chalmaysiz, chunki ular daromadga chiqsa, siz ham daromadingiz juda ham kattalashadi, sabab sizdan qirqib bormaydi.